Jonimga tegdi. Qachongacha shunaqa qilib shogird bo'lib yuraman? Mana sen katta usta bo'lib olding. Men ham ustadan pata olib, o'zim ish boshlayman. Usta, Voy durak, elektrot farqiga bormaydi, hozir kaltak yeydi. usta, men haqqimga duo qiling. Usta bo'lib chiqaman. 3 yildan beri shogird bo'lib yuraman. O'zim addenni ish qilaman. Duo qiling. Usta bo'ldilarmi? Patogilar kelyaptimi? Bu elektrot farqiga bormaydigan odam qana bo'ladi? Qani bir savolimiz bor-da, shundan o'tsangiz ketaverasiz. Qani, mana u nima? Elektrot? Ha, bu nechilik? Bu 10li, bu 5li? O'zim sendan zerikib turdim. Shu katta yo'llarimizning xususiyatlarini to'liq aytib bersang, haqiqiy usta bo'lgan bo'lasan, ketaverasan endi. Yur. Hozir ustamga pata bering desam, zo'r obzor qilsang, obzor 3000 ta like yig'sa, keyin pata beraman dedim. U qarang yonishini. Mana shu videoyimni ko'rib, o'zimiz yasagan katta yo'llar yonini ko'ringlar, utublit qilingan mana. Qo'lni kuydirmaydi. Divayni utublit qilingani uchun suv qaynayapti, qo'lni kuydirmaydi. Bunkeriga ko'mirni solasizlar, hali ham like bosmaydi. 3000 ta bo'lsa pata olaman ustamdan. Mana miyasi bor, miyasini bitta o'chirsangiz o'chadi. Mana shu miya boshqa harakati yo'ldi. Keyin stabilizatorini qo'shib berishadi. Undan tashqari, mana o'z knopkani bosadigan bo'lsa, tiqilib qolgan ko'mirni orqaga qaytarib olib beradi. Ruchnoy bu. Endi yangi ixtiro qilishgan, avtomatlashtirishgan mana shuni $50 qimmatroq bo'lib qoladi. Pastdagi nomerlarga aloqa etsangiz, ustamning nomeri, olib borib yetkazib, dastavka qilib berish xizmati bepul.